Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xodimlar bo'limi haqida gaplashib chiqamiz. Xodimlar bo'limiga bu yoqdan ham o'tsak bo'ladi yoki bu yoqdan ham o'tsak bo'laveradi. Hozircha bizda xodim yo'q. Shu sababdan plyus xodim buttonini bosamiz va uni ism familiyasini kirgizamiz. Hop. Bunga ham yana mayli 24-sanani belgilaymiz. Hop, roli. Endi buni o'qituvchi deb belgilayman. Mana o'qituvchi. Endi o'qituvchi uchun kurs tanlanadi. O'qituvchi uchun oylik guruh foizidan kelib chiqqan holatda beriladi. Shuning uchun bu yerda summa kirgizilmaydi. Guruh yaratilayotganda unga foiz belgilanib ketadi. Barcha talabalar o'sha guruhga to'lov qilgandan keyin o'shandan tegishli foizini chiqarib beramiz. Default holatiga parolini kirgizamiz va saqlaymiz. Bizda mana Shuhrat Hasanov IT. Uning telefon raqami va kurs nomi IT bo'ldi. Kurslar soni hozircha 0 turibdi. Endi buni tahrirlashimiz mumkin va parolni qaytadan terib qo'yaveramiz. Bu hozircha shular edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha